Assalomu alaykum. Ko'ryapsizlar, mashinani bizga berib ketishdi. Bu narsani men 3-4 kun oldin qo'ymoqchi edim. Men bitta mashina oldim. Ya'ni shu BMW o'zimizning mashina o'zimizga qaytib keldi. Negativ ko'p bo'lib ketganligi uchun o'sha ukamizga negativ ko'tara olmaganligi uchun mashinani tashlab ketishdi. O'rtoqlar, men bir marta gapiraman. Bo'ldi, bu mashina bilan xayrlashdikmi? Bu mashina bilan tugatdikmi hamma narsani? Gal biladi, men mehnat qila olingani, ham podarka olib biladi. Qiz, mana oling-da, garchi bo'pti. Hamma istoriya tugadimi? Poyga bo'ldi. Odamlar senga sovg'a qilgan mashina it egasini qopadi, har xil gaplarni gapirishdi. Shuncha narsalarni qabul qildingmi? Bu narsani to'g'risi o'zingiz mehnat qilib, shuncha harakat qilib olganingizdan keyin bu BMWni to'g'risi emotsiyasini odamlar o'sha meni burnimdan buloq chiqardi-da. O'sha emotsiya nolda bu narsa bo'yicha. O'shaning uchun men o'rtog'imga va'da berganman, Shohruxga oxiriga mana shu poygani o'ynaymiz, mana shu videoni Shohruxga yuborib qo'yinglar. Oxirgi poygani o'ynaymiz. Yutsam ham, yutqizsam ham bu BMWni menda ko'rmaysizlar. Men bu BMW bilan xayrlashgan. Hammalarga kattakon rahmat. Negativlar, sog' bo'linglar. O'sha minnatli narsa bo'lmas ekanda. Yuringizni tekshirar ekan o'sha. Sen o'zingni kuchingga olgan, o'rtog'ing haydab yurgan mashina degan narsalar bilmadim. Odamga juda og'ir botar ekan. Mana oxirgi gapim shu. Iloji boricha o'zingizlar mehnat qilib, o'zingizlar ola qolinglar.